bozorlarda narx-navoning keskin oshishining oldini olish, aholini sifatli va arzon mahsulotlar bilan ta'minlash maqsadida Termiz shahri hamda barcha tumanlardagi dehqon bozorlarida arzonlashtirilgan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdo yarmarkalari tashkil etildi. Jumladan, Jarqo'rg'on tumanida tashkil etilgan yarmarkada aholining kundalik ehtiyoji uchun zarur bo'lgan turli oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari arzonlashtirilgan narxlarda taklif etilmoqda. Jarqo'rg'on tumanida ham aholimizga qulay bo'lish uchun arzonlashtirilgan yarmarka tashkillashtirilgan ekan. Barcha mahsulotlar bozordan nisbatan arzon berdi. Men ham bayram oldi bozorlik qilgandim. Juda qulay, aholimiz uchun zo'r. Meni e'tiborim tortgan narsa shu bo'ldiki, go'sht mahsulotlari juda arzon. Baribir hamma xonadon bayram oldi go'sht oladi. Yarmarkani tashkillashtirilgan mas'ullarga kattakon rahmat aytaman. Tuman soliq inspeksiyasi rahbari va mas'ul xodimlari yarmarkada bo'lib, tadbirkor va sotuvchilarga mahsulotlar narxini asossiz ravishda oshirmaslik, savdo qoidalariga rioya qilish hamda belgilangan talablar asosida faoliyat yuritish bo'yicha tegishli tavsiya va ko'rsatmalar bermoqda. Bayram oldi tashkil etilgan bu arzonlashtirilgan go'sht mahsulotlari yarmarkamizda narxlar bozordan juda arzon narxlarda. Mana mol go'shtlarimiz bor. Go'shtlarimiz xalqqa narxi bo'yicha manzur bo'lyapti. Undan tashqari yog' mahsulotlari, tuxum mahsulotlari hammasi narxi bozordan boshqa joylardan juda arzon narxlarda. Xalqimiz bu narxlarni ko'rib juda xush kayfiyatda, minnatdorchilik kayfiyatida chiqib ketyapti. E'tiborlisi, bunday bayram oldi savdo yarmarkalari Surxondaryo viloyatining barcha shahar va tumanlarida tashkil etilgan.